Kunduz kuni, ya'ni ro'zador holida yuvinishi mumkin bo'ladimi, domla? Xo'p, Dush deylik, dush qabul qilish. oddiy dush qabul qilish haqida gap ketgan bo'lsa, u boshqa masala. Misol, Aha. g'usl vojib bo'lib qolgan odamlar bo'ladi. Albatta, u g'uslni qilish kerak. Qilish kerak. G'usl qilayotgan masalan vaqtda og'iz burnini G'arg'ara boshqa qilmaydi. holatdagidaqa g'arg'ara qilib, chuqur g'arg'ara qilmaydi. Burunga ham suv olishda chuqur olmaydida, og'iz ochgandan keyin bu amallarni bajarib oladi. Og'izni yuvib, burunni oddiy yuvib. Endi unaqa emas, oddiy isib ketganidan boshqa cho'milmoqchi bo'lyapti. Bunga ham ulamolar ruxsat beradilar, lekin shuni qilmasa yaxshi deyshadi. Shunaqa qilmasdan yetib olsa, dush qilmasdan, sovuq cho'milmasdan yetib oladigan bo'lsa, bu ro'zasini savobini yana ham ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Sabrni ajri yana ham ko'paytirib beriladi. Lekin mana shu vaqtda ro'zaga yordam bo'lsin degan ma'noda qilib olsa ham, misol, unaqa katta gunoh bo'lmaydi.